Mana maşallah zo'r chiqdi xudo xolasa. Oke, endi boshlaringiz ham qo'yib yuboradi xudo xolasa. Bosh og'riq, davleniya, cherepnoy, migren, sababsiz bosh og'riqlar, quloqdagi shovqin, boshdagi g'um, ko'ngil aylanish, bosh aylanishi, xullas shunaqa muammolar bo'lsa bemalol kelaverasizlar. Xudo xolasa. Qonni qarang quyilib ketganini. Kichkinagina nuqtagina teshiladi, xudo xolasa og'rimaydi ham. Maza qilasizlar xullas. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xizmatingizda doktor Mahmudov. Faxriddin ismlari. Qonni qarang. O'zi bo'g'aymi yana yo'q? Bo'g'sangiz ko'proq chiqadi. Chiqib tursin. Holatingizga qarang-da. Yaxshi. Bo'g'ib o'tiring. Ha, shunaqa aylantirib, ha. Nafas oling, lijmi nafas oling. Fontana. Chorniy delfin fontanchik deydi-yu. Kulsangiz ham zo'r chiqadi, aka. Joningiz sog' bo'lsa. Xudo xolasa, maza qilasiz. Maqsad shu-da, odam yengillashish kerak, maza qilish kerak. Mana arpa kuni bo'lishiga qaramay biz eshitamiz. Ishonasizmi yo'q, men rulda svetoforda o'tirsam ketib qoladi buni. Ko'zim uxlab turgan bo'laman masalan, to'yib. Holsiz sizda. Juda ham. Inshaalloh. Bu bo'lsa chiqargan. O'zi ko'p davom etmaydi, shu 5-10 minutda tugaydi xudo xolasa. Lekin buni zavqi maza qilasiz xudo xolasa. Chunki yana zurga ham ish olmaydi. Uni ham o'ziga yarasha vazifalari bor, hammasini o'ziga yarasha. Kam ko'ryapti deydi. Idealizm, sotsializm, demokratizm. Hozir bo'g'ilib turibsizgina. Bosim hisobiga chiqyapti. Hozir qo'yaverasiz-ku. Yengil bo'lib qolasiz, aka, xudo xolasa. Boshqa ochilmayaptimi? Yo'q. Просто bo'g'ilib turgan hisoblagan tepam напряженка turibdi bosh. Lekin ozgina bo'lsa yengillashgan bo'lishingiz kerak, chunki ancha-muncha qon chiqib ketdi-ku. Ben qo'yib yuborgandan keyin. Ha, xudo xolasa, yanada sezasiz. Bosh aylanish, ko'ngil aylanish holsizligi yo'q. Zo'r.